mishkaga tegindim, oldim. Aya, asaro gaplashing! Asaro gaplashing! Aman selam o'rtalar, sizlar bilan har doimgidek Gans o'rtalar. Bugungi videomizda sizlar bilan all the way open case ko'ramiz, ya'ni basketbol open case'ini ko'ramiz. Nimaga aynan basketbol? Chunki basketbol juda ham all the way, bilasizlar. Menga yoqadi. Shuning uchun bugun sizlar bilan birgalikda ko'rishga qaror qildim. Sizlar kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar va kommentariyga keyingi videoda qaysi all the way case'dan ochirganini ko'rishimizni xohlasizlar yoki qiziqmi qiziqmasmi o'zbekchani o'shanga qarab videolarni chiqarishda davom etamiz. Videoni boshladik. Mana o'sha paytdagi keyslarni ko'rishingiz mumkin. Bitta bu premium keysda kelgan ekan, bo'yagan u farishtacha bu. Farishta bilan yomon deydi, nimacha. O'shanaqa kelgan ekan. Basketbol set 4 tami, 5 ta legendarnisi bilan. Open case boshlaymiz. Bo'lmasa 4 ta bor bo'lsa, bittasi legendarnisi manimcha qiyin bo'lsa, kerak birinchi 10 talik 270 ga arman o'ta zo'r manimcha bu paytdagisiga ham, hozirgi paytdagisiga ham hisoblasak. Bu sezonlar o'ynamaganman, men to'g'risi Godzilla sezondan, Godzilla sezon kelishidan oldin boshlaganman. 3 kun 4 kun oldin boshlaganman kelishdan, 3 kun 4 kun oldin. Shuning uchun bu sezonlardan xabarim yo'q akalar. O'zi tushdi, 3 ta tushdimi, 2 ta tushdi. E'tibor bermadim unaqa. 270 da skipda farqi yo'q deb o'tibdi birodar. Muxti, bu keyslarni anasini qaranglar, fonlarni, Cerebron fonlarini qaranglar akalar. Yaxti necha mingisi bor? 390 mingisi mi? Bu paytda necha bo'lgan? Knyaz bo'lganmi bu paytda bu? Nijimtali o'qitdi bu. Bitta legendarniy qoldi menimcha. Mana bu legendarniy bo'lmasam aylanadigan ko'rlaring, rakib bo'lib. Shunday shir aylangan sari bo'lib, lekin nimasi tushmagan. Hozir ham keysga ham qo'shgan, hozir bilasizlar, klassik keys shunday tushgan bo'lsa sharr bo'laki bo'ladi. Mana oddiy narsa ham bo'lar ekan. Ko'rdinglarmi? E'tibor bergan bo'lsanglar agar. Parashyutga bo'ldi boya, hop. Bundan keyin o'ntali. Voy, basketboldan unaqa boshqa taqayotganchasi tushdi. Akalar, sizlarga hozirgi sezon yoqadimi, hozirgi PUBG Toys yoqadimi yo oldingi PUBG yoqadimi? Shuni kommentariyga yozib esingizdan chiqmasin akalar. Esingizdan chiqmasin emas, iltimos qilib qo'yardim. Yozib ketsanglar, bizning aktivimiz ham ko'tarilardi. Men xursand bo'laman. Sizlarning fikrlaringizni bilib, PUBG balkim qaytarib ham qolar. Polni PUBG kommentariyasiga, video kommentariyasiga old PUBG comeback deb yozsalar, hamma Instagramdan chiqqan PUBG Mobile Instagramga o'tib kommentariyasiga polni old PUBG comeback yozsalar, menimcha razработчиklarni qaytarsa kerak. Shuni hech kim qilmadi menimcha. Shu niyat bor qilish, mana shunaqa old PUBGni qaytartirish. Bu qaytsa menimcha butun avvalgi PUBGni o'ynaganlar hammasi qaytadi. Sizlarga aytyapman. Kim avval o'ynagan bo'lsa, butun hammasi qaytadi. Shuni o'ylanglar. Gapimga eshitsanglar. Javob. Uy tushdi ana. Mana nihoyat tushdi. Qaranglar buni, fonlarini qaranglar. Chiroyliligini, bu paytdagi PUBG edi. Mana da o'z reklama keladi. Reklama o'qitida to'g'ri, nima deydilar? Sujday. Bratan, o menimcha anons tushmaydimi deyman-da, nechta tushirasiz basketbol setdan. Legendarniy tushmasa kerak menimcha, qiyin u. Bratlarga tushmagan cho'chalar 360 turmay qoldi, 380 turmay qoldi. Bunchasiga tushganlik farqi yo'q. Pul yupaganda bratan bosib nima qilish bilmay PUBGga tikkan ekanlar bratan. Yana akalar, sizlar telefonlaring, device-laring past bo'lsa, ya'ni 20 fps, 40 fps, 60 fps bo'lsa telefonlaring,
manda shuni ko'tarib berish uchun, Android uchun faqat ko'tarib berish uchun FPS ko'tarib beradigan fayl bor. Buni Telegram kanalimda 15 mingga sotib olsanglar optimizatsiya bo'ladi. Normalniy oshadi. Men avval telefonim 45 dan 60 ga ko'tartirganman. Cho'tka bo'lgan, prям mazza 60 ta bo'lgan. 45 dan 60 ga o'tgan siz bilinadiki baribir shunday bo'lgan. Bemalol olishingiz mumkin. Hozir iPhone olganim uchun kerak emas menga, o'shaning sizlarga arzonroq bo'lsin deb sotib olaman. Agar YouTubedan keldingizlar 10 ming so'mga berib olaman. Yana bitta sizlar uchun sovg'am bor. Agar Telegram kanalimda 200 ta подписчик bo'lsa, YouTube kanalimda 200 ta подписчик bo'lsa, o'zi 5 ta qo'ying. Shu ikkalasi birdaniga bo'lib qolsa, top 100 tagacha 150 lobby qilib beraman. Shuni ham esingizdan chiqarmanglar. Top 100 tagacha 150 lobby. Prям 100 ta. Shunday tushasizlar. Lobbyga kirsanglar bo'ldi. Kirishga ulgursanglar bo'ldi. Bog'iga уже sizlar omadinglarga bog'liq. Shunday kirsanglar bo'ldi. O'lib ketasizlar. Parashyut o'zlaringiz o'tirib olasizlar. Screenshot qolmang. Admin emas, то есть o'zimga tashlab bersalar ham, malichkam tashlab o'sha yoqqa tashlab bersalar ham, men sizlarga shunda esinglarni tashlab beraman. Videoni davomini ham ko'ramiz. Biratan o'chasizmi? Tushadimi? Ikkita bo'lsa ham legendarniy. Skоворodga tushdi. Hozir PUBG o'yinga qiziqishim yo'q. Обновление, open case shunaqalar qiziqishim bor. O'ynayman faqat TDM. To'g'ri TDM o'ynayman aka. Kim bilan o'ynamoqchi bo'lsa ham shunday ham o'ynayman. Durust tashib qo'ysalar, Telegram kanalimga ID tashib qo'yaman. Bemalol birga o'ynayveramiz. Durust ham olaman, anaqa kiber yo'q. Olmayman, unaqa bo'lmaydi. Xudo xolasa. Biratan tushiramiz kerak menimcha. Umringizni oxirigacha tushirolmaysiz bunda. Hozir tushadimi? Tushadimi? Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyaga o'zingizlarning fikringizni yozib ketsanglar. Men gapimga ikkita basketbol set tushib berdi. Endi buni davomini ko'ramiz. Voy, tushdi deb o'ylabman. Mashina tushdi deb o'yladim. Yuragim sezgandek. Qandaydir tushdi dedik, shunaqa bo'ldi. Tak tushmadi. Mayli. Degi. Shuncha tushmadi yana. 270 tushib bo'ladi. 180 30 ming bo'lsa. Va nihoyat maqsovlaganimcha o'zi tushib berdi. Biratan mazza qildim. Eng zo'ri mana shu. Adashmasam o'sha ochiladi. Yana biratan ochiladi o'sha yo'q. Ochmas kalla. Yaxti akkaunt shoot. Menimcha hozir Arduzayda akkaunt yo'q. Adashmasam. Bilmadim. Arduzayda. Duppan. Arduzayda o'zing zo'r akkaunt. Da o'shaniki. Menimcha akkaunt qaraylik, yo'q narsamiz yo'q, hammasi bor. Menimcha o'sha akkaunt bu. Emotsiyalarni qaraylik, emotsiyalarni. Voh. Atmosferasini qaraylik bu. PUBG akalar, baribir. Hop, akalar, mana shu joyda open case'imiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rdinglar, open case menimcha dahshat bo'ldi. Bu open case ko'rib maza qildim to'g'risi. O'tgan anoga qaytganda bo'ldim. Mana orqasi Godzilla ham turibdi. O'sha paytdagilarga qaytgandek bo'ldim akalar. Sizlar ham shunaqa atmosferaga qaytgandek bo'lgan bo'lsanglar, videoga like bosib, kommentariyaga o'z izohingizni yozib qoldirish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan har doimgidek kans bo'ldi. Xayr, salomat bo'linglar. Sizlarga shunaqa open case'lar yoqsa, kanalimga obuna bo'lib qo'ya olasiz. Xayr, salomat bo'ling.